Baqlajonlari shunaqa qarsildoq chiqmayaptimi? Unda ekranga yaqinroq o'tiring. Ikkita semiz baqlajonni po'stini archib olib, maydaroq to'rtburchak kesib olamiz. Men yeyishga qulay bo'lsin deb sal kichikroq qildim. Tuzli suvda yarim soat bo'ktirib qo'yamiz. Endi qovurish uchun klar tayyorlaymiz. Buning uchun 200 gram un, 1 osh qoshiq to'la kraxmal va tabga qarab tuz. Suv solib, quyuq romasi tayyorlab olamiz. Klar ichiga baqlajonlarni bo'ktirib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Panir ushni suxarini ichiga bitta-bitta solib, qopqog'ini yopib, yaxshilab silkitib, aralashtirib olamiz. Shunaqa dona-dona bo'lib chiqadi. O'rta olovda qizarguncha qovurib olamiz. Baland olovda qovurmanglar, ichi pishmay qolishi mumkin. Ovozini eshitasizlarmi? Endi salat bargi, rukolani solib, qarab kashnich va 3-4 ta zubchik chesnokni maydalab, pomidor va bodringni sovib olamiz. Aroydi sosdan ham 1-2 qoshiq sovuramiz. Eslatma, baqlajonni oldindan aralashtirib qo'ymanglar, yumshab qoladi. Bitta yuricham bosib qo'ysangiz xursand bo'lardim. Baqlajonlari shunaqa qarsildoq chiqmayaptimi? Unda ekranga yaqinroq o'tiring. Ikkita semiz baqlajonni po'stini archib olib, maydaroq to'rtburchak kesib olamiz. Men yeyishga qulay bo'lsin deb sal kichikroq qildim. Tuzli suvda yarim soat bo'ktirib qo'yamiz. Endi qovurish uchun klar tayyorlaymiz. Buning uchun 200 gram un, 1 osh qoshiq to'la kraxmal va tabga qarab tuz. Suv solib, quyuq romasi tayyorlab olamiz. Klar ichiga baqlajonlarni bo'ktirib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Panir ushni suxarini ichiga bitta-bitta solib, qopqog'ini yopib, yaxshilab silkitib, aralashtirib olamiz. Shunaqa dona-dona bo'lib chiqadi. O'rta olovda qizarguncha qovurib olamiz. Baland olovda qovurmanglar, ichi pishmay qolishi mumkin. Ovozini eshitasizlarmi? Endi salat bargi, rukolani solib, qarab kashnich va 3-4 ta zubchik chesnokni maydalab, pomidor va bodringni sovib olamiz. Aroydi sosdan ham 1-2 qoshiq sovuramiz. Eslatma, baqlajonni oldindan aralashtirib qo'ymanglar, yumshab qoladi. Bitta yuricham bosib qo'ysangiz xursand bo'lardim. Baqlajonlari shunaqa qarsildoq chiqmayaptimi? Unda ekranga yaqinroq o'tiring. Ikkita semiz baqlajonni po'stini archib olib, maydaroq to'rtburchak kesib olamiz. Men yeyishga qulay bo'lsin deb sal kichikroq qildim. Tuzli suvda yarim soat bo'ktirib qo'yamiz. Endi qovurish uchun klar tayyorlaymiz. Buning uchun 200 gram un, 1 osh qoshiq to'la kraxmal va tabga qarab tuz. Suv solib, quyuq romasi tayyorlab olamiz. Klar ichiga baqlajonlarni bo'ktirib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Panir ushni suxarini ichiga bitta-bitta solib, qopqog'ini yopib, yaxshilab silkitib, aralashtirib olamiz. Shunaqa dona-dona bo'lib chiqadi. O'rta olovda qizarguncha qovurib olamiz. Baland olovda qovurmanglar, ichi pishmay qolishi mumkin. Ovozini eshitasizlarmi? Endi salat bargi, rukolani solib, qarab kashnich va 3-4 ta zubchik chesnokni maydalab, pomidor va bodringni sovib olamiz. Aroydi sosdan ham 1-2 qoshiq sovuramiz. Eslatma, baqlajonni oldindan aralashtirib qo'ymanglar, yumshab qoladi. Bitta yuricham bosib qo'ysangiz xursand bo'lardim. Baqlajonlari shunaqa